Hi guys, today we'll learn some phrase about make. Assalomu alaykum sahabaqdoshlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan make degan so'z bilan munosabatli bo'lgan bir qancha so'z birikmalarini o'rganamiz. Masalan, make degan gapninki qilmoq, etmek yoki yosamoq yoki nima marka deb ma'nolar bor. Ammo lekin bu make degan gap boshqa so'z birikmalaridan so'zlar bilan berkib, boshqa o'xshamagan so'z birikmalarini yasab, o'xshamagan ma'nolarni bildiradi. Masalan, bugun o'rganmoqchi bo'lgan so'z birikmalarimiz bo'lsa, tuvandikcha masalan, make conversation, paranglashmoq, parangsanmoq, make the bed, o'rinlaslamoq, make noise, parangsanmoq, make trouble, avarchilik termoq, make a promise, va'da bermak, make money, pul topmoq, make a speech, nutq so'zlamak, make mistake, xatolik o'tkazmak, make up one's mind, qaror chiqarmoq degan gap, qaror chiqarmoq. Undan so'ng biz har bir so'z birikmamizga birdan misol ko'rib boqaylik. Birinchi so'z birikmamiz bo'lsa, paranglashmoq tushunami? Make conversation. I tried to make conversation with that girl. Men u qizchaq bilan paranglashishga urindim. Masalan, nima desam, I tried to men urindim make conversation. Paranglashishga with that girl. U qizchaq bilan. Yana bir so'z birikmamiz nima? Make the bed. O'rinlaslamoq. She make the bed every day in the morning. U har kuni aytganda o'rinlarni qanday qildi? Yig'ishtirdi. Degan gap bo'ldi. She makes. U qanday qildi? Rastlaydi, yig'ishtirdi the bed. Nimasini? Karvatni. Karvat degan gap ma'nosida shu yotgan ko'pini ko'rsatadi. Every day in the morning. Har kuni aytganda, u har kuni aytganda o'rinlarni yig'ishtirdi degan gap. Keyingi so'z birikmamiz bo'lsa, make noise, varangchilik qilmoq degan gap. Masalan, you mustn't make so much noise. Sen bunday ko'p varangchilik qilsang bo'lmaydi. You mustn't qilsangiz bo'lmaydi. Nima? Aytsangiz bo'lmaydi. Qilmasligingiz kerak. Make so much noise. Bunday ko'p varangchilik. Bunday ko'p varangchilik qilsangiz bo'lmaydi degan gap. Next one is make a promise. Va'da bermak degan gap. I made a promise. Merge made degan gap, make ning o'tgan zaman shakli. I made a promise, never see him again. Men qanday qildim? Uning bilan qayta ko'rishmaslikka va'da berdim. I made a promise, men va'da berdim, never to see him. Never, mengu see him, uni ko'rishga again. Qayta, men uni qayta ko'rishga, men uning bilan qayta ko'rishmaslikka va'da berdim. I made a promise, never see him again. Never degan hargiz degan gap. Hargiz. Amerika never see him ga hargiz ko'rishmaslikka degan gap. Bundan keyin ko'rishmaslikka qanday qilib va'da berdim degan gap. Next phrase make trouble. Avarchilik termoq degan gap. He is sort of person. O shundaq bir xildek odam who always makes trouble. Davomli avarchilik terib yuradigan. He is the sort of person, he always makes trouble. U bo'lsa davomli avarchilik terib yuradigan bir odam degan gap. Keyingi so'zni birikmamiz nima? Make progress. Ilgarilamak degan gap. He is learning English, but he hasn't made much progress. U ingliz tilini o'rganyapti, lekin ana ko'p ilgarilash hosil qilmadi degan gap. U ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsa qanday ko'p ilgarilash hosil qilmoq. Masalan, he is learning English. O'rganish qilyapti, ingliz tilini o'rganyapti, but lekin he hasn't made u qanday qilmadi? Ilgarilash hosil qilmadi. Much progress. Qanday made much progress. Texim ko'p ilgarilash hosil qilmadi degan gap. Make money. Keyingisi nima? Pul topmoq. Make money. He made a lot of money in Urumchi. He made. Qanday qildi? U qildi, etdi nima? A lot of money in Urumchi. Made money. Pul topdi. U Urumchida nurg'ilgan pul topdi degan gap. Keyingi so'z birikmasi make a speech. Nutq so'zlamak, so'z qilmoq degan gap. I was asked to make a speech. I was asked to make a speech. Men nutq so'zlashga taklif qilindim yoki men so'z qilishga taklif qilindim. Ammo yoki I was degan gap, I am was degan amning o'tgan zaman shakli I was asked make a speech. Men nutq so'zlashga taklif qilindim degan. Next one is make a mistake. Xatolik o'tkazmak degan gap bo'ldi. I will never make the same mistake again. Men endi qanday o'xshash bir xatolikni sodir qilmayman. I will kelgusida qilmoqchi, etmoqchi, never, hargiz make the same mistake. Make degan nima? Make the same mistake. O'xshash bir xatolikni. Make the same mistake
again. Yana bir qatim. Men yana kelgisida qandaq hargizmi o'xshash bir xatolikni sodir qilmayman degan gap. The last phrase is make up one's mind. Anga oxirgi so'z birikimiz bo'lsa, qaror chiqarmoq degan gap. Masalan, I found it difficult to make up my mind. Qanaqa qildim sana? I found it. Men topdim yoki his qildim. Ashuna o'yildim. Difficult. Uni qadar night qiyin deb o'yildim to make up my mind. Qaror chiqarish qanaqa qildim? Men qaror chiqarishga qiyin deb o'yildim yoki men uni qaror chiqarammadim. Qaror chiqarish men uchun night qiyin bo'ldi degan gap. Ladies and gentlemen, that's all for today. See you next time. Bye.